Videoni oxirigacha o'tkazib yubormang. Boshlang'ich to'lov haqidagi ma'lumotlarni qayerdan olishim mumkin degan savolingizga boshlang'ich to'lovni men hammasini birma-bir etaji bilan Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalga obuna bo'lsanglar, o'sha yerdan ko'rib o'tiraverasizlar. Ba'zi kvartiralarni qo'shimcha sifatida aytib ketaman, arzonroq ham beraveramiz. Birinchisi bo'ladi. Bismillah, mana bu yoq tarafimiz kattagina oshxonasi. Shunday oynadan qaraganinglarda O'rizor bozorini ko'rishingiz mumkin. O'zining parkovkasi, avtobus uchun bekatlar qilib qo'yishgan. Mana shu yerdan xohlasanglar ijarachilarni shunday kvartiralarga joylashtirib olsanglar bo'ladi. $500 $400 sharoitiga qarab. Endi bu holatiga, конечно, $200 ham qo'ya olmaysizlar. Oshxonasining kengligiga e'tibor beringlar. Menimcha xolodilnik qo'yish uchun joy tashab ketishibdi. Bu yoq taraf umumiy sanuzelimiz, hojatxonasi va yuvinish xonasi, xohlasanglar dushoy qo'ysalar bo'ladi. Uyimizning umumiy maydoni 58 metr kvadrat. Ko'rishingiz mumkin. Bu kichkinagina spalnisi deb ayta olamiz, bemalol. Xo'sh, mana shu holatda topshiriladi. O'rtacha $5000 remontga tiqasiz. O'zingiz agar usta haqqi bilan $5000 remontga sarflaysiz, kirib yashaysiz. Xo'p, bu uyimizning asosiy zali. Bu yoq tarafda mana ko'rishingiz mumkin. Uyimizning balkonini ko'ramiz. Va mana sekin-sekin mana o'zi mana shunaqa qurilishga, novostroykalarga kelib, jonimizni xatarga qo'yib, sizlarga obzor chiqarayotganimiz uchun bitta like bosib qo'ying. Like ga arzisa kerak, to'g'rimi? Tem bo'li bu uyimizni arzonroq beraveramiz. O'zimizning uy xudo xohlasa. Mana shunaqa 56-58 metr kvadratli uylarning hammasi 15-16 etajdada. Bu uyimizni 16 etajli domni 15-etajda joylashgan. Kadastrga 58 chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lovi subsidiyaga $11600, ipotekaga birlamchisiga $13600 bilan chiqarib beramiz. Yana $100 agar kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, o'tib beramiz. Xudo xolasa men o'zim mana pastga nomer qoldirganman. Shohirjon obuna bo'lganman desangiz, sразу o'tib beramiz. Like bosib qo'ying. Endi mana balkondan nimani ko'rishimiz ham mumkin. Shunday ertalab chiqasiz kofecha bilan. Mana O'rizor bozori pasingizda hamma soqqa qilyapti. Siz ham endi kofeni ichib soqqa qilayotganlarga qaramaysiz-ku. Tezroq kofeni ichib pastga tushib, men ham soqqa qilaman deb nimadir ish bilan band bo'lib, oyiga bir millionlarni urib olishingiz ham mumkin. Uyimizning asatga summasi 420 million, oylik to'lov 6.300.000, bitta pasportga chiqarib beramiz. 20 yillik ipoteka, xohlasangiz 5 yilda qutuling, xohlasangiz 10 yilda qutuling. Endi esa keyingi kvartirani obzor qilamiz. Yana ketdi mana boshqa kvartiramiz. Mana bu kvartirani $10.000 bilan qilib beramiz. Xonalarimiz mana sanuzelga kirganda razdelni bo'ladi. Bittasi dushovoy yoki vanna, bittasi hojatxona qilib olsanglar bo'ladi. Mana kichkinagina o'zini zali mavjud yoki spalni qilib olsanglar bo'ladi. Balkondan mana hovliga qarab turgan bo'ladi. Pastda bolalar maydonchasini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mashina qo'yish uchun parkovkalar bor. Pastroqda magazinlarni ochib qo'yibdi mana. Liftlar, generatorda ishlaydi. $10.000 boshlang'ich to'lov bilan qilamiz. Yana ma'lumot bor, videoni oxirigacha tomosha qilib turing. Xo'p, remontiga o'rtacha 3000-4000 rasxod qilasiz. Bu yoq tarafga kiramiz. Bu oshxonasi mana, oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Ya, normalniy, unaqa kichkina emas, katta ham emas, lekin zo'r. Bu yoq tarafda endi bitta xohlasanglar bolalar xonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zingizlar qanaqadir xona qilib ishlatasizlar, endi 2 xonalikni. Do'stlar, mani chet eldan kuzatadiganlar bor ekan. Ya'ni menga telefon qilishyapti Rossiyadan, Gruziyadan, Bolgariyadan, Germaniyadan va AQShdan. Ularga men WhatsApp nomer qilib qo'yishim kerak ekan. Hozirgi qo'yadigan, mana reklamaga qo'ygan nomerlarimni hammasi ham WhatsAppda, ham Telegramda, ham boshqa yana imo deyiladimi? Hammasini ochib qo'yganman. Liboy o'zingizga qulay programmadan bitta SMS yozib o'rasizlar yoki telefon qilsanglar, primoy menga ulanasizlar. Chet eldagilar o'sha yaqininglar bo'lsa jo'natib o'rasizlar, keladi, ko'radi mana shu videodagi uylarni yoqqanini mana o'zingizga shunday liboy WhatsAppdan telefon qilib, mana dadasi, mana okam, mana ukam, mana shunaqa uy ekan, yoqdi, yaxshi, lokatsiyasi yaxshi ekan deysizlar. To'g'ri kelsa, sразу sanaysizlar, hujjat, dokument, kadastr qo'lingizga kalitni tutqazib, оформленияларni qilib,
oylik to'lovni hamma narsasini chiroyli qilib, agar ko'proq to'lasanglar, kamroq ham qilib rasmiylashtirib beramiz. Endi uylarimizni etajlari $10,000 boshlanadi degan uyimizni etaji necha bo'ladi? 15-16 etajlardan bo'ladi. Pastga tushirsangiz, razlitsasi bo'ladi. Misol uchun $13,000 ga 12-etajni qilib berishimiz mumkin. $15,000 ga 7-etajni qilib berishimiz mumkin. Tushunyapsizmi? Mana mana shunaqa uyimizning narxlarida razlitsa bo'ladi, do'stlar. Endi esa yana keyingi xonamizni, keyingi uyimizni ko'ramiz. Ketdi mana. Do'stlar, 3 xonali kerakmidi? Mana 3 xonalisini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Esinglarda bo'lsa, Sergeli Xonobod metroni oldida mana shunaqa 3 xonali uylarimiz hada-voy sotilgan. Hozirgacha telefon qilishadi odamlar, "Voy, bormi 3 xonali? Menga kerak bo'lyapti. Men shunda olmoqchiman" deyshadi. Afsus, ulgura olmaganlar ko'p edi. Mana O'rizorga ilingan ekansiz, O'rizordan olasiz. Bir boshdan obzor, bu yoq taraf Sanuzel, o'zining hojatxonasi dushoyi bilan. Bu yoq tarafda ko'rishingiz mumkin. Родительский spalni. Buni qayerdan bildik? Biz aqllimiz-ku, to'g'rimi? Mana bu yerda o'zini Sanuzelga qo'yib qo'yishgan. Xohlasanglar, hojatxona bilan dushoyi kirgizib yuborasizlar. Mana bu yoq tarafda balkonimizni ko'rishimiz mumkin. Ertalab turib mana shunaqa manzaraga qarab, qo'shni nima yap deb bitta kofe ichib yuboradigan joyi. Hovliga qaragan детский plashatkalar, yeslichi bolalarimiz o'ynayotgan bo'lsa, qarab o'tirasizlar. Yoki shu yerdan bolalaringizni chaqirsanglar bo'ladi. Qulmuddin Baxki deb. Bu yoq tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Shkof qo'rasizlar. Hamma qildi, zo'r. Zal, do'stlar, normalniy zal, kattagina, kengina, menga televizorlarni qo'yib, menga divanlarni qo'yib, endi ko'pgina o'zbeklarga o'xshab bir 12 ta stol olib kirib qo'ymasizlar, endi sal rivojlandik-ku do'stlar, menga divanlar bilan takov o'tiradigan zalni ham xona sifatida ishlatadigan payt keldi. Ya'ni o'zimiz nobir yashab o'tirib, yo'q, ko'pchilik zalga kirmaydi, 12 ta stol qo'yib qo'yadi. Rossiyskiy hech kim yemaydigan shkolatlarni qo'yib qo'yadi, mehmon kelganda mehmonlar ham yolmaydigan qiziq. Bu yoq tarafimiz o'zimizning oshxonamizda do'stlar, kengina bo'ladi. Bu yoq tarafga kuxniy mebel yasatib olasizlar, burchak stol qo'yasizlar, televizor qo'yasizlar, hamma shart-sharoitlar bor. Endi oxirgi xonamiz bolalar xonasi. Bolalar xonasida nima bo'lishi mumkin? Ikkita kravat sig'adi, bitta shkop sig'adi. Menga dars qiladigan stol qo'rsanglar, ikkita farzandingizga yaxshigina xona bo'ladi. Ikkalalari birga o'ynab, masalan, kompyuter qo'yib bersanglar, CS:GO o'ynashi mumkin. Hozir esli shu kibersport rivojlangan. Nafaqat bolalaringizni o'qiting, balki aqliy jihatdan salohiyatiga ham e'tibor berib, balki streamer, youtuberlarni mana shu xonada tarbiyalab olishingiz mumkin. Albatta hammaga har xil. O'qiydiganlar ham mana shundan zo'r bo'lib ketishi mumkin. Uyimizda 70 kvadrat, boshlang'ich to'lovlari, oylik to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni hammasini men Telegram kanalimga tashab qo'yganman. Telegram kanalimga kirasizlar. Boshlang'ich to'lovi. Bu yerda 16 ta etaj bo'lsa, 16 ta etajdan ham bizda uylar bor, boshlang'ich to'lovlari bor. Boshlang'ich to'lovlarni hammasini batafsil yozib qo'yganman. Shuning uchun o'tib, обязательно obuna bo'lib olinglar. Hammaga rahmat. Endi keyingi uyimizni ko'ramiz. Mana menga telefon